bak o'ylandim, nima qilaman deb. Cho'nglardan so'radik. So'rab, burunqi to'ylar qanday bo'ladi degan o'yladik. U yerda o'ylasak, mahallada, o'ylida, hattoki bog'lida, hamda g'o'ziy tarafda shipang deb qo'yamiz, shipanglarda to'y qiladi ekan to'q. Shundan buni o'ylab, nima uchun biz shu vaqtdagi yaxshi tarafni tutib, asta go'zal yerlarda o'tkazmamdik, to'yni habiy go'zal yer tanlamam degan o'y fikr kalimiz keldi. Siz bog'cha degan xiyol birinchi kalimiz keldi. Chunki bog'cha hammaning ko'nglida ichilgan ekan. Tushga yaqin mehmonlar kelishga boshladi. Ular atrofni yeshillik purkangan. Qushlar yaqimliq sayrab turgan sap havoliq boqqa tizvetilgan ustallarga kelib o'tirishdi. Bu qitilmoq to'yda o'g'il qiz bir yerda qildik to'yni. Biz shu amalni kelgan ideya emas, bir qilaylik deblar. Shu boshqalardan cho'nglarni surishtirdik, o'g'il qizlar bir yerda qilamiz deb. Qilsak, janub taraflarda hattoki qiz taraf o'rlashirkan to'yni. O'g'illar berib to'yni o'ynab bo'lib, qizni yetkazib keladi ekan. G'olchi taraflarda bo'lsa, to'y qizni o'g'il qiz taraf birga qilgan ishlar bor ekan o'z uy jihatlarida. Lekin ayrim qilgan ishlar bor ekan. Biz bu jihatni silishtirib qildik. Qanday qilsa, mazmunliq ham iqtisodchilar har qaysi jihatda yaxshi bo'ldi deganni silishtirib o'ylandik. To'y degan gapda nima bo'ldi? To'yning natijasi nima? Ya'ni 2 oylik qo'shiludi. Bir bo'ladi degan narsa esimizga keldi. Unda bo'lgandan keyin bu 2 oylik 2 ga ayrilib nish qilamiz. Biz bir bo'lgandan keyin, qudi bo'lgandan keyin, tuqqan bo'lgandan keyin bo'lsa, hammamiz bir yerga yig'ilib birga o'tib kelsak bo'lmamdi degan xiyol keldi. Vaqtni biz qattiq o'rlashtiraylik deb ikki tarafning biraqlar qilib vaqt jadvali tuzib ataki buningga qizning vaqtida boshildik. Endi baldir boshlandi to'ynimi. Kasat 6-7 ga tugatishni bekitdik. Olmiliq selgahda cho'nglarning mehmonlari to'y paysiga tushgan paytda qiz o'ltirishimi qiziqdi edi. Kelinchak o'jir uyda jablanmoqda. Qizning do'stlari uni kutgach, o'zaro qizg'in parang va shok usullar bilan o'ltirishning kayfiyatini yuqori ko'tarib o'tgan edi. Ben burun bundan uyda kız o'tirishgan qatnashib bakmagan. Shu sabab restoranlardagi berib qatnashib bakkan. Menimcha mesela yemek içmek jihatli ketgan vaqtida yiliq isrofchilikning oldini olg'il bo'ldi ekan. Endi azroq uyda qolgan jafo bo'ldi ekan, lekin shundan olsimi yiliq yemekliklarning miqdori jihatda odamlarning soni bo'yicha qilib u jihatganda u isrofchilik yemek içmek isrofchilik eng og'ir masala hozirgi vaqtda. Lekin hozir shuni oldini olishda eng yaxshi bo'ldi. Bugungi qiz o'tirishda nihoyat xushal-xuram erkin-ozoda uyda o'tkazyapmiz. O'zim shaxsan azaldashda o'ylaydim, agar men to'y qilib qolsam, o'sha bizning Yevropada kiyimlarimizni kiyib, to'plarimizni kiyib, uzun sochlarimizni o'rib degandek, ashla qilib o'tkazsak, bekmi chiroyli, bekmi o'zimizga sifatli ko'rinadi. Boshqa xalqning oldidami nihoyat hurmatga sazovor bo'lgan bo'ladi deb o'ylayman. Zo'g'al o'ltirgan to'y mashinasi qilib bekitdik bu mashinani. To'yni qilib, to'yib ketishinglar farz emas o'nisi. Intayin qo'shilmandan faxrlanaman. Bu o'zgacha to'yda kelin yo'tkash uchun avtobus ishlatildi. Shahar sayohat avtobusi atlaslar bilan yanimo bilan tuzgan edi. Endi qizoqal o'ltirgan to'y mashinasi qilib bekitdik bu mashinani. Shundaq endi boshqalarni boshqa to'ylarni ko'rgan hashamatlik to'y mashinasi kechirdi, kadlak to'ymas birinchilarda. Balning mustaq oddiy soda qilganlikda intayin xushal bo'ldim. Hammamiz bilamiz yoshlarlik bir xil alohida chiroyli mashinalarning chiroylariga bir xil intilamiz. Endi rasul hozir to'ylarni Cadillac deydi. Los-Las deydi. Bunda yaxshi mashinalar ko'chiramiz. Ko'chaygandan keyin, ammo masalan, menmi o'zimni o'zim bilsam, menmi u mashina o'zim bak amrab. Menmi qiziqman. Hattoki ashla mashinalarni ko'rsam chiqib boqqanman keladi. So'z keyin o'ylab baqsam, bu bizning xosligimiz emas ekan bu. Endi birsiga ham uningda ham ikkimiz, masalan, ayolim bilan ikkimiz o'ttasaq,
mazmun jihatdan bak so'zlab keldik ekan. Biz ikimiz yolg'iz bir mashina chiqib olgan bilan mashina chiqib olganimiz qoldi ekan. Boshqa hech qanday faoliyat bo'lmaydi ekan. Shunga bak zerikish bo'lib qolgan. Bu to'y emas, boshqa bir munosabatda bo'lib qoldigandek his qilib qoldik. Bir yaqin do'stlarimizningki, akadalarimizning shu taklif bilan abtuzlik qilmamdiq degan fikr shakllandi bizda. Demisam to'g'ri bu abtuzlik degan bir qitim jiq qadam patidi. U bir harakatchan so'rin bo'ladi ekan u bizningki. Biz burun atarus deb o'ylagan to'q. Endi atarusmi shu yog'ochlardan biz xodik deymiz, endi yog'ochlardan yasalgan atlar so'rab, uning go'zalligi va bir xil o'ziga xosligi bor deb. Unda bizning xosligimiz bormi bu jihatda deb qarsak, Urumchida o'ziga xos abtuzi bor ekan. Ya'ni sayat abtuzi deb yog'ochdan yasalgan abtuzimiz bor ekan. Bu endi hozirgi zamonning xodik ekan, o'ylab baqsak, hozirgi zamon xos bir xodik bo'libdi. Bu abtuzmi shu Urumchida bor ekan, bu bak xoslik bo'ldi ekan, ham o'zimizning milliy urf-odatdanmi, ya'ni apa etkandek zamonaviylashgan xodik deyish bo'ldi ekan. Ko'nglimiz baxush va ashni qilaylik deblar.